Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, boshlang kunlaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Sizlar bilan Shardam men Kamran Bobur ekanman. Yana sizlarga xudo xolasa Sotodon kvartirasi yozib o'tamiz. 63 kvadrat metrdadir. Xudo xolasa dokumentida muammo yo'q ekan. Krediti bor, davom ettirishingizda bo'ladi, uni aytib o'tadi. Har kim o'zining xohlagan dizaynda remont etsa bo'ladi. 4-etajda bo'ladi, hokimiyat orqa tomonida bo'ladi, ko'pchilik biladi. Hokimiyat arka tomondan girganda domlari o'ngga qayrilsa, sal yo'ldan keyin 4-3-qatordagi xudo xolasa mana shu domimizda bo'ladi. Fasadlar ham yomon emas, xudo xolasa. Mashina uchun parkovkadan DSga flashayotgandan umuman muammo yo'q edi. Bo'lsa yana kichkina o'ynab o'tdi. İBAN tarafdan DSga flashayotgazib bor. Mesela yaqindan gösteramiz. Gördüğünüzün chiqqanimizning ishi chap tomondagi kvartiramiz sotiladigan. Ajoyib eshiklar qo'yilgan, gördüğünüz yana chiroyli glazokli, sifatli görüp baha verersiz üzerinize. 3 kanal bo'ladi, 63 kvadrat metrdadir. Dokumentlardan muammo yo'q. Bismillah. Girganingizdan shunday перевозчик uchun mesaj bo'lar ekan. Sashka qilingan past taraflari devorlardan yana so'g'ir urib tayyorlab turibdi. Elektromontajlari tutib tayyor. Bu yerimizda shunday koridor bo'lar ekan va bu tarafimizdan ko'rsatib bo'lsak, yana sanitariya qismi. Bu yerdan polностью yana trubalar tayyor kelib turibdi. Bundan muammo yo'q. Kanalizatsiya, vodoprovod, suv, hamma narsani sizlarga tayyor. Hozir. Bu yerimizda spalni qilsangiz bo'ladigan ajoyib oynalar qo'yilgan. Bu tarafimizda shunday zal bo'ladi ekan. Qarindosh o'g'illarga vaqti bemalol ishlarga sezsa bo'ladi. Endi korobka kvartirani sho'r yaxshi. Har kim o'zining ideyasini tutadi-da. Remont qiladi, oboy bosadi, attachment deydi. Ashunday usullari. Yurarsa sashya bo'lgan. Masalan, rejalarni bosib tutdi, gördüğünüz sifatli. Bu tarafimiz yana bog'cha bo'ladi. Hokimiyat orqa tomonida. Bunda bog'cha yonida maktab ham bor, tarafda 30 inson maktab bor. Beri bozor ham yaqin. Ko'pchilik biladi. Orqa tarafdan gap bo'ldi. Qora tutdim-ku. Lekin oynalar ham sifatli oynalar qo'yilgan. Görüp üzerinde baha vererse. Elektron taşları tuttu tiyar. Hemen hızlı. Vanımıza geldim bulsak. Vanımızda şimdi kuhnası bularken kuhnasından turbaları tiyar gelip tuttu yine. Gazın svetten mama yok. Gaz tubası yine şoşki yaptı. Demek hocalarımıza bağlı. Yine bir işlerini koyuversiz de kuhnimi bilen çok yine. Kuhnasından udobni caylaşkan. Van tarafımıza geldim bulsak. Beyanımızda Spaniya kılsazlar bularken. Halasızlar üzerinize harekette Spaniya kılsa, halasızlar DS'yi Spaniya kılsazlar bulardı. Ben şimdi görürse olsa benden gösterip beriş. Ayaklarınızı seçkini bağladı. Kvartiramızda kredisi bayken dostlar ona ait köteli. Yakında alınan 3 ay oldu. Şimdi de 3 aylık tolanan elden 100 milyon son berettiler. 310 milyon so'mda tutdilar bahasini. Xudo xolasa ekranda ana nomerlar bo'ladi, to'liq ma'lumotlarni so'rab turib olsangiz bo'ladi. Kreditini davom ettirish varianti ham bor ekan. Uni aytib o'tadi. Kim qiziqsa bo'lmasa. Hammaga rahmat. Videomizda ishning korobka holatida kvartira so'rab bilgan og'aylarga jo'natib qo'yish yoddan chiqmasin. Sog'mi? Salomat bo'ling.